Assalomu alaykum. O'zbekiston xalqaro hayotidagi eng muhim yangiliklar bilan efirda Diplomatic Digest ko'rsatuvi. Dasturimizning dastlabki daqiqalarida odatdagidek hafta davomida bo'lib o'tgan muhim voqealar, uchrashuv va muzokaralar haqidagi sharh bilan tanishing. 19-avgust kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov Ozarbayjon Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Samir Sharifovni qabul qildi. Uchrashuv davomida davlatlarimiz rahbarlarining o'zaro faol, do'stona va ishonchli muloqoti O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarining izchil rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etayotgani qayd etildi. Shuningdek, ikki tomonlama munosabatlarning dolzarb kun tartibi atroflicha muhokama qilindi. 17-18 avgust kunlari Tehron shahrida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Bahromjon Alloyev qator uchrashuvlar o'tkazdi. O'zbekiston va Eron Tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi siyosiy maslahatlashuvlarning navbatdagi davrasi bo'lib o'tdi. Delegatsiyalarga O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Bahromjon Alloyev hamda Eron Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Majid Taxtiravonchi rahbarlik qildi. Unda siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va madaniy-gumanitar hamkorlikni kengaytirish, shuningdek, mintaqaviy va xalqaro kun tartibidagi dolzarb masalalar muhokama qilindi. Shuningdek, Bahromjon Alloyev Eron Tashqi ishlar vaziri Abbos Araqchi bilan uchrashdi. Tomonlar siyosiy muloqotni yanada mustahkamlash, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va madaniy-gumanitar aloqalarni rivojlantirish masalalarini ko'rib chiqdi. Eron Tashqi ishlar vazirining savdo-iqtisodiy masalalari bo'yicha o'rinbosari Hamid Qanbari bilan uchrashuvda mahsulotlar nomenklaturasini kengaytirish, ishbilarmon doiralar o'rtasidagi aloqalarni faollashtirish masalalari muhokama qilindi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Eron birinchi vitse-prezidentining o'rinbosari Ali Najafi Xushrudiy, madaniy meros, turizm va hunarmandchilik vaziri Said Rizo Solihiy Amiri hamda yo'llar va shaharsozlik vaziri Farzona Sodiq bilan uchrashuvlar o'tkazildi. Alohida muloqotlar chog'ida ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalari, madaniy-gumanitar va turistik aloqalarni rivojlantirish, shuningdek, transport-tranzit hamkorligini kengaytirish masalalari muhokama qilindi. 21-avgust kuni Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Bahromjon Alloyev Jazoirning mamlakatimizdagi elchisi Jamila Ashur bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqot davomida ikki mamlakat o'rtasida siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalardagi aloqalarni kengaytirish, xalqaro tashkilotlar doirasida hamkorlikni chuqurlashtirish masalalari muhokama qilindi. 19-avgust kuni Toshkentda O'zbekiston va Ozarbayjon tashqi ishlar vazirlari o'rinbosarlari Bobur Usmanov va Samir Sharifov ishtirokida siyosiy maslahatlashuvlarning navbatdagi davrasi bo'lib o'tdi. Unda strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish, siyosiy muloqotni mustahkamlash hamda savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport, logistika, energetika va madaniy-gumanitar hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, bo'lajak oliy darajadagi tadbirlarga tayyorgarlik, yangi qo'shma loyihalarni ilgari surish va o'zaro manfaatli mintaqaviy hamda xalqaro masalalar yuzasidan fikr almashildi. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mirvohid Azimov dengizga chiqish imkoniyatiga ega bo'lmagan, rivojlanayotgan mamlakatlar bo'yicha xalqaro tahliliy markaz ijrochi direktori Dulgun Damdin Ot bilan uchrashuv o'tkazdi. O'zbekiston va ushbu xalqaro tashkilot o'rtasida turli sohalarda olib borilayotgan hamkorlikka ijobiy baho berildi va qo'shma tadbirlar o'tkazish yuzasidan fikr almashildi. Tomonlar oldinda turgan turli hamkorlik rejalarini qayd etib, yaqindan hamkorlikni davom ettirishga kelishib oldi. O'zbekiston vakillari turli davlatlarda tashkil etilgan anjumanlar, forumlar va madaniy tadbirlarda faol ishtirok etmoqda. Mazkur voqealar mamlakatimizning xalqaro munosabatlardagi ochiq va konstruktiv yondashuvini namoyon qilmoqda. Navbatdagi daqiqalardan xorijdagi diplomatik vakolatxonalar faoliyatiga oid yangiliklar o'rin olgan. O'zbekiston 2027-yil 1-yanvardan Xalqaro elektrotexnika komissiyasining to'laqonli a'zosiga aylanadi. Ma'lum qilinishicha, hozircha O'zbekiston Markaziy Osiyoda bu maqomni olgan yagona davlat bo'ladi. Komissiyaga a'zolik mamlakatimizga sohadagi xalqaro standartlarni ishlab chiqishda bevosita ishtirok etish imkonini beradi.
Filadelfiyada O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi, Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi va Vatan Global Alliance hamkorligida Millat shavkati kitobining taqdimoti o'tkazildi. Tadbir ishtirokchilari kitobda O'zbekistonda so'nggi 10 yilda amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar, iqtisodiyot, ta'lim, ijtimoiy himoya va tashqi siyosatdagi o'zgarishlar hamda 3-Renessans poydevorini yaratishga qaratilgan sa'y-harakatlar aks etganini ta'kidladi. Pekinda O'zbekiston elchixonasi va Xitoyning xorijda korxonalarni rivojlantirish assotsiatsiyasi hamkorligida savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikka bag'ishlangan biznes forum o'tkazildi. Unda Xitoy kompaniyalariga O'zbekistonning investitsiyaviy imkoniyatlari, jumladan Xorazm va Sirdaryodagi istiqbolli loyihalar taqdim etildi. Tomonlar investitsiya loyihalarini amalga oshirish va Xitoy ishbilarmonlarining O'zbekiston hududlariga biznes missiyalarini tashkil etish bo'yicha kelishib oldi. Vengriyaning Bugat shahrida Buyuk Xun Turk qurultoyi 2026 xalqaro etnografik festivali bo'lib o'tmoqda. Tadbirda turkiy xalqlar va Yevrosiyo dashtlarining tarixiy madaniy merosini namoyish etish maqsadida turli davlatlar vakillari, jumladan O'zbekistondan qoraqalpog'istonlik san'atkorlar va hunarmandlar ishtirok etmoqda. Belarusning Minsk va Grodno shaharlarida Namangan viloyati korxonalari mahsulotlarini Made in Namangan brendi ostida taqdim etuvchi savdo uylari ish boshladi. Ayni paytda savdo uylarida Namangan viloyatida ishlab chiqarilgan keng turdagi mahsulotlar namoyish etilmoqda. O'zbekistonning Premier Elektrotek korxonasi va Suriyaning Kalash Trading kompaniyasi o'rtasida $5 million eksport shartnomasi imzolandi. Kelishuv doirasidagi Premier brendidagi konditsioner, muzlatgich va kir yuvish mashinalarining ilk partiyasi iyul oyida Xalab shahriga yetkazib berildi. O'zbekistonning Novosibirskdagi bosh konsulxonasi, migratsiya agentligi va Kemerovo viloyatidagi vatandoshlar tashkiloti ko'magida bemor vatandoshimiz vatanga qaytarildi. U Novosibirsk-Toshkent reysi bilan O'zbekistonga olib kelinib, aeroportda shifokorlar va tez yordam tomonidan kutib olindi hamda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga yetkazildi. Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar xalqaro ekspertlar va siyosiy tahlilchilarning diqqat markazida bo'lib turibdi. Ular mamlakatimizdagi yangilanish jarayoni haqidagi fikr va mulohazalarini Dunyo axborot agentligi orqali bildirmoqda. Joriy yil O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi keng nishonlanadi. Ushbu yubiley Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida yangi O'zbekistonni bunyod qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan tizimli islohotlarning yangi bosqichi boshlanganiga 10 yil to'lishi bilan ham ahamiyatlidir. Taraqqiyotning yangi tamoyillari asosida O'zbekiston hayratlanarli o'sish sur'atlarini namoyon etmoqda. Jamiyat izchil rivojlanib, xalq farovonligi yuksalib bormoqda. 2017-yilda yangi O'zbekiston islohotlari ishga tushirilgandan buyon mamlakatda mutlaqo yangi ishbilarmonlik muhiti yaratildi. Bu esa iqtisodiy salohiyatning doimiy ro'yobga chiqarilishi va taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchlari jadal to'planishiga xizmat qilmoqda. Önümüzdeki günlerde kardeş Özbekistan'ın 35. yıl dönümü Yaqin kunlarda qardosh O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi keng nishonlanadi. Biz 86 millionlik turkiyaliklar sizning quvonchingizga sherikmiz. Fursatdan foydalanib, turk millatining o'zbek birodarlariga salomi va samimiy mehr-muhabbatini yo'llaymiz. Turkiy davlatlar tashkilotining muhim a'zosi bo'lgan O'zbekiston so'nggi yillarda ulkan taraqqiyotga erishdi. Turkiy davlatlar oqsoqollar kengashi raisi sifatida har safar mamlakatingizga borganimda tamomila yangi va o'zgacha O'zbekistonni ko'raman. Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva, Qo'qon, Andijon, Namangan, umuman barcha hududlarda rivojlanish, beqiyos taraqqiyot ko'zga tashlanadi. Investitsiya, iqtisodiyot, sanoat, mudofaa, madaniyat, san'at, sport, qishloq xo'jaligi, IT va yangi texnologiyalar kabi ko'plab sohalarda salmoqli natijalar qo'lga kiritilmoqda. Новые инициативы президента Узбекистана, уважаемого Шавката Мирамоновича, по поддержке предпринимательства. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yangi tashabbuslari mahalliy va xorijiy biznes uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratmoqda.
Ayniqsa, moliyalashtirish imkoniyatlarining kengaytirilishini alohida ta'kidlashni istardim. Endi yangi tadbirkorlar 200 million so'mgacha garovsiz kredit olishlari, yagona raqamli portal orqali esa 5 milliard so'mgacha bo'lgan kreditlarni onlayn rasmiylashtirishi mumkin. Investitsiyalar uchun shart-sharoitlar ham sezilarli darajada yaqinlashmoqda. Davlat aktivlarini sotib olishda dastlabki to'lov miqdori 30% dan 15% gacha kamaytirilmoqda. Qolgan summani esa ayrim hollarda 7 yilgacha foizsiz bo'lib to'lash imkoniyati yaratiladi. Har hafta turli xorijiy nashrlarda mamlakatimizning zamonaviy taraqqiyotiga bag'ishlab turkum maqolalar va xabarlar chop etilishi odat tusiga kirgan. Ular orqali xalqaro hamjamiyat vakillarining O'zbekiston haqidagi tasavvuri yanada boyimoqda. Xususan, Xitoyning nufuzli Sinhua axborot agentligi, Arena sayyohlik jurnali, Vengriyaning Origo va Daily News Hungary nashrlari, Qirg'izistonning Kabar axborot agentligi, Вечерний Bishkek gazetasi hamda Alliance Press portali, Pokistonning Infora News, Norvegiyaning Elite Travel, Iordaniyaning Jordan News Agency axborot agentliklari, Belgiyaning Travel Tomorrow, Saudiya Arabistonining Arab Tourist, Amvach, Qozog'istonning Kazinform, Rossiyaning RIA Novosti hamda TASS axborot agentliklari, Janubiy Koreyaning Global Korea Post, Turkiyaning Yeni Shafaq nashrlari, Buyuk Britaniyaning BBC portalida O'zbekistonda axborot texnologiyalari sohasi jadal rivojlanayotgani haqida maqolalar e'lon qilindi. Materialda so'nggi yillarda mamlakat IT sohasi jadal sur'atlarda o'sib, dunyodagi eng tez rivojlanayotgan startap ekotizimlardan biriga aylangani ta'kidlangan. Bu jarayonda Toshkentdagi IT park muhim o'rin tutib, ayni paytda u 3,7 mingta kompaniyani birlashtirgani haqida ta'kidlangan. Shu bilan bir qatorda Euronews telekanalida mamlakatimizning jadal iqtisodiy o'sishi, investitsiyaviy salohiyati, amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, turizm sohasidagi imkoniyatlar, zamonaviy infratuzilma va xorijiy investorlar hamda sayyohlar uchun yaratilayotgan qulay sharoitlarga bag'ishlangan maqolalar va materiallar keng yoritildi. Shuningdek, Pokistonning Diplomatic News Agency, Islamabad Post, The Diplomatic Insight, Pakistan State Time, Daily The Osp hamda Imroz Pakistan nashrlari, Tojikistonning Aviasta axborot agentligi, Buyuk Britaniyaning EM Insights portali, Belgiyaning Euro-Asia Fox hamda Euroflact nashrlari, Ispaniyaning El Mundo Financiero gazetasida O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan maqola va materiallar chop etildi. Ularda mamlakatimizning mustaqillik yillaridagi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti, amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar, yoshlar uchun yaratilgan imkoniyatlar, ta'lim va bandlik sohasidagi yutuqlar, investitsiyaviy salohiyat hamda O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzi haqida keng so'z yuritiladi. Shu bilan Diplomatic Digest dasturining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Siz mamlakatimiz tashqi siyosati, xalqaro hamkorligi va diplomatik hayotidagi muhim voqealar haqida ma'lumot oldingiz. Oldinda yangi uchrashuvlar, muzokaralar va xalqaro tadbirlar kutmoqda. Ularning eng muhimlari haqida navbatdagi dasturimizda hikoya qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.